Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilari hamda Baraka.uz kanali hamda Husanbek.uz kanali muxlislari. E'tiborlaringlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y qishlog'ida sotiladigan yerimiz bor akalar. Hozir mana Puchqo'yga, katta aspaltdan Puchqo'yga kirishda maktab ro'parasida akalar. Maktabdan shuni o'tganlaringda, maktabdan o'tish bilan qabristonga yetmasdan o'qilga burilasizlar. Yerimiz bor sotiladigan. Endi buni hozir sizlarga batafsil yo'nalishlarning ma'lumotini beramiz. Mana yerimizda dehqonchilik davom etyapti mana. Suvlar bor akalar mana. Suv mana, suvlar kirib ketyapti. Agratimiz endi hali 4 burchak kvadrat deyolmaymiz. Shunda 3 burchak. Xullas imkoni bor-da, hamma narsaning iloji bor akalar. Mahallamiz asfalt akalar mana. İçimlik suv kelgan, ichimlik suv bor hamma xo'jalikda. Xullas asfalt ko'cha. Mana elektr to'hlarimiz ham bor. Hamma sharoit bor akalar. Sekin endi sizlarga keling bu yoqqa. Mana akalar. Dehqonchiliklar boshlab qo'ygan ekan do'stimiz. Albatta mana beton ham kuyib qo'yilgan, agarat xuji o'ragan, mana armatura armasetka qilingan ekan. Armatura to'qib, betonlar kuyib qo'ygan. Ikki xona beton ham uyga naq qo'ygan, sop qo'ygan. Beton ham padushkasi bilan kuyilgan ekan, normalni. Mana. Xullas bitta xo'jalikka normalni joy bor-da akalar, mana. Shunaqa, do'stim, buni so'tiga ne so'tik chiqadi bu? 8 so'tik. 8 so'tik chiqadi deyapti, 7 so'tikka beraveradi deyapti akalar mana. Endi manzilda aytib o'tdik akalar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqo'y qishlog'ida akalar. Qiziqqan odamlar shu yerda egasiga aloqaga chiqaverasizlar. Endi narx qancha desam, telefon qilishaversin, kelishamiz dedi-yu. Aloqaga chiqaverasizlar, aloqa mana o ikki xona uyga beton ham solib qo'yibdi mana. Beton quyib qo'ygan akalar, cho'tki qilib. O'zi u shuna bo'lib qoldi-da, vaziyat shuna bo'lib qoldi. O'zi sotlaydigan joy ham emas o'zi akalar. Mana. Zo'r qalaysiz. Akalar, aloqa uchun telefon nomerlarimiz 90 508 89 68. Aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib kelishtirib berilaveradi. Narxlardan muammo yo'q. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.